Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, aziz yurtdoshlar, aziz nurobodliklar. Mana bugun biz Samarqand viloyati Nurobod tumani Qilichli qishlog'i, Qilichli mahallasida yashovchi Sag'dullayeva Guljaxon singlimizni xonadoniga keldik. Albatta bu singlimiz uzoq yillardan beri buyrak yetishmovchilik kasalligi bilan dardga chalingan. Albatta shu qutlug' Ramazon ro'za oylarida sizlardan iltimos qilamiz, Savodbesha xalqimizdan, yurtdoshlarimizdan imkon qadar qo'lingizdan kelgancha yordam berishlaringizni albatta iltimos qilamiz. Mana onalari ham shu yerda. Albatta bu kishilar ham qarab turgani yo'q, qo'ldan kelgancha davolatyapti. Albatta imkon qadar qo'ldan kelgan holda shu 5000 bo'ladimi, 10 000 bo'ladimi, imkon qadar darajasidan kelib yordam berishlaringizni Savodbesha xalqimizdan iltimos qilib qolamiz. Yurtdoshlarimiz qarab o'tirmaydi, qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam beradi. Mana dardini beribdi, yig'laman. Shifosini ham Alloh beradi, nasib bo'lsa, shu xonadonda faqat yaxshi kunlarga kelish ilohim hammamizga nasib bo'lsin. Rahmat hamalaringizga.